Pan Kuokay. 27-raqamda Chang Wu-ye. Jamoa bosh murabbiyi Hwang Dong-chen. Kwon Dujun Chul. Koreya Respublikasidan. Uchrashuv linesmanlari Situxun Hisobotda istiqomat qiladi. Demak, Turkmaniston terma jamoasi bosh murabbiy Tashmurat Agamurodov va uning yordamchilarini ko'rib turibsiz. Sport klubida 2002-yil Yaponiya va Janubiy Koreya respublikalarida o'tkaziladigan jahon chempionatining saralash o'yinlari birinchi davrasi so'nggi tur uchrashuvi o'tkazilmoqda. Hozircha xavfli vaziyat va endi Turkmaniston terma jamoasi o'yinchilari o'zlarining navbatdagi qarshi hujumlarini amalga oshirishadi. Gagaladze jamoasiga qarshisida bir himoyachini aldab o'tdi va uchrashuv bosh hakami Koreya Respublikasidan Kwon Ju zarba va hisob ochildi 1-0. Yana bir bor tomosha qiling. Darvozabon boshqa burchakka tashlandi. Gachkuliyev esa hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Futbol o'zlarining navbatdagi hujumlarini amalga oshirishmoqda. Gachkuliyev uzoqdan zarba. Zarba juda kuchli bo'ldi, lekin darvozagacha to'p. Hozir uzoqdan zarba berish mumkin. Ikki o'yinchi bir-biriga ishonib qoldi. Hujum yaxshi. Yana bir zarba. Endi mana bu vaziyatda hozir berilgan zarbani biz restoranimiz yana bir bor e'tiboringizga namoyish etyapti. Darvozabon Yevgeniy Naboychenko juda katta qiyinchilik bilan qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Nejelov top jarimasiga yetkazib berildi. Hujum davom etadi. Bardalimov zarba. Vakillari demak 1954 va 58-yillar o'tishgan Xitoy Taipei vakillari 1960-yili Olimpiya Agabayevning bundan 3-4 yil muqaddam Begach Muhammad Quliyev Turkmaniston futbolining asos tarkibida uncha o'yin amaliyotiga ega bo'lmadi. Xavfli vaziyat. Hisob 2-0. Jamoa sardori Jumadurdi Meredov hozir o'z sheriklaridan tabriklarini qabul qilmoqda. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Ega bo'lishgandi. Bu esa yuqorida ikkinchi kiritilgan to'p. Yevgeniy Naboychenko o'yinga kirish kerakligini ko'rsatmoqda. Begach Muhammad Quliyev, Mirjalol Qosimov singari to'pni darvozaga juda yaxshi tepish qobiliyatiga ega. Lekin bu safar Durdiyev zarba. Darvozabon katta yana bir bor tomosha qiling. Top darvozaning burchagiga aniq yo'l. Durdiyev top jarimasiga yetkazib berildi. Xavfli vaziyat. Hozir darvozaga demak yo'l ushbu vaziyatni yana bir bor tomosha qiling. To'pni to'xtatmasdan darvozaga yo'llashni qaysi usulda demak to'p hujumi. Gagaladze jarima maydonchasida bir o'zi yolg'iz xavfli vaziyat va hisob 3-0. Uchrashuvda hisob o'zgardi. To'pni yana bir bor tomosha qiling. Juda chiroyli usulda hozir himoyachilar xatosidan foydalanib to'pni egallab oldi va to'pni darvozaning uzoq burchagidagi yuqori burchaga aniq yo'lladi. Shu vaziyatni yana bir bor tomosha qilyapsiz. Bu vaziyatda albatta darvozabon to'pni qaytarishga Meredov hozir o'z jarimasiga yaqinlashib kelyapti. Xavfli vaziyat. Gagaladze zarba. Hisob 4-0. Hisob 4-0. Tajribali Gagaladze yana bir bor tomosha qiling. Bu vaziyatda jamoa sardori Meredovning juda yaxshi harakat qilganligi va to'pni bo'sh turgan Gagaladzega yetkazib berganligini alohida ta'kidlash istardi va Gagaladze to'pni darvozabon ustidan oshirib, darvoza to'riga aniq yo'lladi va hisob 4-0. Uchraga ham hozir maydon chetida tibbiy yordam ko'rsatildi. Uzoqda zarba. Hisob 5-0. Hozirgina maydonga chiqqan o'yinchini biz aytib turgandik. Demak, ko'rib turibsiz. U o'z vaziyatini yana bir bor tomosha qiling. Yo'q, bu 22-raqam ostida o'ynayotgan Yuriy Bardalimov edi. Demak, Yuriy Bardalimov hisobni 5-0 yetkazdi. Uzoqdan berilgan zarbani darvozabon qaytarishga